هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 123. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem, amma ba'di. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Nisa suresi 123. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah va'da qilgan savab sizlarning quruq arzuyinglar ve ehli kitobning quruq arzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qiladigan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollardan mu'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilch kemaytib o'tilmaydi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qilgan, batıl dinlardan buralgan halda İbrahim'nin diniga ergeşken kişiden dini cihette yaxşırak adam barmı? Allah İbrahim'ni dost tuttu. Asmanlardaki, zimindeki şeylerinin hemmesi Allah'nındır. Yani Allah'nın mülküdür. Bendilleridir. Mahlukatlarıdır. Allah hemme nersini toluq bilgiçidir. Putuq qazınış arzu qilish bilan emas, balki yaxshi ishlar bilan bo'ladiganlik to'g'risida. Qatada mundaq deydi. Bizga mundaq deb bayon qilindi. Musulmonlar bilan ahli kitoblar o'zaro faxrlanib, ahli kitoblar, bizning payg'ambarimiz va kitobimiz sizlarning payg'ambaringlar va kitobinglardan burun kelgan. Shuni biz Alloh taolaga sizlardan bekrak yaqindirmiz deydi. Musulmonlar, biz Alloh taolaga sizlardan bekrak yaqindirmiz. Chunki bizning payg'ambarimiz hamma payg'ambarlarning oxirgisi. Kitobimiz bo'lgan Qur'on burunqi hamma kitoblarga hukmronlik qiluvchidir deydi. Shuning bilan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar ve ehli kitobning quruq arzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimiki bir yomonlik qiladigan, buning uchun dunyo yoki oxiratda jazolanadi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ya'ni Alloh taolo musulmonlarning o'zlari bilan qarshilashgan başka dindagi kishilarga keltirgan paketlerini isbotladi. Suddi, Masruq, Zahhak ve Abu Salih qatorliqlardanmi shuning o'xshash rivoyat qilindi. Hem Avfi bu oyatning tushish sababi to'g'risida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Samaviy dinlarga ishindigan kishilar jiddallashib qoldi. Tavratga ishindigan Yahudilar, kitobimiz Tavrat kitoblarning eng yaxshiraqi va payg'ambarimiz Musa alayhisalom payg'ambarlarning eng yaxshiraqi dedi. İncilga ishindigan Hristiyanlarmi shuningdek dedi. Musulmonlar bo'lsa, islomdan boshqa haq din yo'q. Bizning kitobimiz ilgiriki hamma kitobning hukmini amaldan qoldirdi. Bizning payg'ambarimiz bütün payg'ambarlarning oxirgisi. Biz sizlarning kitobinglarga
ishonishga va bizning kitobimizga amal qilishga buyurildik dedi. Ondan Alloh taolo ularning oraliqida hukm chiqarib mundaq deydi: Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Bu oyatning ma'nosi din degan diniy qiyofatga kirilish va orzu qilish bilan bo'lmaydi. Balki u dillarga o'rinlashish va amal ibodatda ifodalanish bilan bo'ladi. Bir narsaga erishishni umid qilgan kishi o narsani da'vo qilish bilanla erisholmaydi. Bir kishi o'zininki rost deb da'vo qilishi bilanla toki uningga Alloh taolo tarafidan bir paket bo'lmaguncha uning so'zi rost deb qaralmaydi. Alloh va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitoblarning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Tövzaqdan qutulish sizlargimi va ulargimi arzu qilish bilan bo'lmaydi. Balki Alloh taolaga bo'ysunish, payg'ambarlari orqali yo'l qo'yilgan dinga ergashish orqali bo'ladi. Alloh taolo bu oyatning keyinda mundaq deydi: Kimiki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimiki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi. Bu oyat tushganda nurg'unlagan sahobalarga ig'ir kelganligi rivoyat qilindi. Ibn Abu Hatim Oysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men ey Allohning payg'ambari, Qur'onning ichidagi sahobalarga eng ig'ir kelgan oyatni bilaman deganimda payg'ambar alayhisalom: Ey Oysha, u qaysi oyat dedi. Men kimiki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi degan oyatdir dedim. Ondan payg'ambar alayhisalom: Bir odamning qilgan yomonlik uchun berilgan jazosi bir mu'min bandiga kelgan yo'lda ketib etib puti qayrilib ketgan chog'liq musibatdir dedi. Bir odamning qilgan yomonligi uchun berilgan jazosi bir mu'min bandiga kelgan yo'lda ketib etib puti qayrilib ketgan chog'liq musibatdir dedi. Said ibn Mansur Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi degan oyat tushganda bu oyat musulmonlarga ig'ir keldi. Payg'ambar alayhisalom ularga mundaq dedi: Sizlar to'g'ri yo'lda meninglar. Eng to'g'risini topolmasanglar, uningga yiqilishinglar. Sheksiz bir musulmonga kelgan musibat hatto kirib ketgan bir tal tikan va puti qayrilib ketgan chaqliq bir musibatmi uning qilgan gunohiga kaforat bo'ladi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ali ibn Abu Talha Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U tavba qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Er ayollardan mu'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Alloh taolo yuqorida yomon ishlarning jazosini, jazoga loyiq bo'lgan kishining u jazoni dunyoda, ya'ni yuqorida bayon qilingandek u dunyodagi musibatlarga duch keladi. Bu jazoning yengilrakidir va oxiratda tetiydiganligini bayon qildi. Biz Allohdan oxiratning jazosini tetig'uvchilardan bo'lib qilishimizdan panoh tilaymiz.
shundaqla gunohimizni kechirib o'tib, bizga dunyo va oxiratda xotirjamlik ato qilishini tilaymiz. Bu yerda iymoni bo'lsalar, mayli u kishi er yoki ayol bo'lsin, ularga rahmat qilib, yaxshi ishlarni qabul qiladiganligini, ularni jannatga kirgizadiganligini va ularning qilgan yaxshiliklarining ajrini qilch zulm qilmay to'liq beradiganligini bayon qildi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysungan, amalini xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihati yaxshiroq odam bormi? Ya'ni u o'zining qilgan amal ibodatlarida Alloh taolaning uningga yo'l qo'yib bergan hukmlarga va o'zining payg'ambari orqali avatgan to'g'ri yo'l va haq diniga ergashib ixlosmand bo'lmasa va shariatga bo'ysunmasa, ya'ni uningda bu ikki xislat tepilmasa, u kishining qilgan amal ibodati to'g'ri bo'lmaydi. Amal ibodatning sirtqi ko'rinishi shariatga ergashish bilan to'g'rilansa, ichki jihatda ixlosmand bo'lish bilan to'g'rilandi. Amal qachonki bu ikki ishning biridan ayrilsa, u buzilib ketadi. Kimiki ixlosni yo'qotsa, u munofiqdir. Munofiq bo'lsa, qilgan amalini kishilarga ko'rsatishni maqsad qilgan kishilardir. Shariatga ergashishni tashlasa, u ezib ketkichidir. Bu ikki xislat yaxshiliklari qabul qilinadigan va yomonliklari kechiriladigan mu'minlardilar bir vaqtda tepildi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Ular, ya'ni Ibrohimning diniga ergashganlar Muhammad alayhisalom va uningga qiyomat kunigacha ergashganlardir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: İbrahimga eng yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhisalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Alloh mu'minlarning madadkoridir. Ondan sana batil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi İbrahimning diniga ergashgan. İbrahim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. İbrahim alayhisalomning Allohning do'sti ekanligi to'g'risida. Allah İbrahimni do'st tutdi. Bu İbrahim alayhisalomga ergashishga texam rag'batlantirishdir. Chunki İbrahim alayhisalom kishilar ergashadigan diniy peshvodir. U bandilar Alloh taolaga yaqinlashadigan nuqtasining eng yuqorisiga yetgan edi. U, ya'ni yaqinchilik darajalarining eng yuqorisi bo'lgan do'stlik darajasiga yetdi. İbrahim alayhisalomning shu darajaga yetishi Rabbiga qilgan amal ibodatlarining ko'pligidan qo'lga kelgandir. Alloh taolo İbrahim alayhisalomning amal ibodatni to'liq qilganligi haqida mundaq deydi: İbrahim vafodor kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. O'z vaqtida İbrahimni Robbi bir qancha amrlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtirguchi peshvo.
Allah'a itaatmen, batıl dinlardan haq diniga buralg'uchi, ya'ni haq diniga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allah'a şirk keltirguchilardan emas edi. İmam Buxoriy Amr ibn Maymunaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muaz Yamanga kelganda ularga fajr namozini o'qib berib, Allah İbrahimni do'st tutdi degan oyatni o'qigan edi. Ularning ichidan bir kishi qopib, undaqda İbrahim alayhisalomning onasi shodlanibdi dedi. İbrahim alayhisalom Allah Taala yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan amal ibodatni qilg'achqa, Allah Taala uni nihoyat yaqin ko'rib, uni o'zining do'sti deb atadi. Shuni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligi rivoyat qilingan. Allah Taalaga hamd sano aytib bo'lgandan keyin, ey xaloyiqlar, agar men yer yuzidan bir kishini do'st tutmoqchi bo'lsam, albatta Abu Quhafaning o'g'li Abu Bakrni do'st tutatdim. Lekin sizlarning hamrohinglar, ya'ni İbrahim alayhisalom Allah Taalaning do'stidir. Yana bir rivoyatda mundaq deyilgan: shak shubhisizki Allah Taala meni İbrahim alayhisalomni do'st tutgandek do'st tutdi. Osmonlardagi, zamindagi shaylarning hammasi Allah Taala'ningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandalaridir, mahluqotlardir. Ya'ni hamma narsa Allah Taala'ning mulkidir. Allah ularning orasida xohlagancha hukm chiqardi. Uning hukmini hech kim rad qila olmaydi. Ham qarshi tura olmaydi. U zot katta, qudratli, adil, hikmatlik ish qilg'uchi va mehribon bo'lganligi uchun qilgan ishidan so'ralmaydi. Allah hamma narsani to'liq bilguchidir. Allah Taalaning ilmi hamma narsani o'z ichiga olgan. Hech narsa uning ilmidan sirt qolmaydi. Osmon zaminning zarra chaqliq va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allah Taalaning bilishidan chetda qolmaydi. Osmon zamindagi zarra chaqliq va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allah Taalaning bilishidan chetda qolmaydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Allah sizlarga fatvo berdi. Qur'onda sizlarga tilovat qilingan ayollarning mirosiga oid oyatlarni fatvo berdi. Shunda yetimlar to'g'risida fatvo berdi-ki, ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni ergi bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliqinglarga fatvo berdi. Bo'zaq qilingan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Ayollarga va yetimlarga qandaqli yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Allah uni bilib turdi. Ya'ni shuningga asosan Allah sizlarni mukofotlaydi. Yetim qizning hukmi to'g'risida İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu anhaning Allah Taalaning ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Allah sizlarga fatvo berdi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning mirosiga oid oyatlarni fatvo berdi. Shundaq yetimlar to'g'risida fatvo berdi-ki, ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni ergi bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliqinglarga fatvo berdi degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Qishida yetim qiz bor, qishida
yetim qiz bor kishi u qizga egidorchilik qiladigan mirosxo'rdir. Haqiqatan u qizning hurmatchilik mol mulki bo'lsa-mu, u qiz uningga sherik bo'ladi. U kishi qizni elishga qiziqadi va uni boshqa birisining elib u kishining mol mulkiga u qiz sherik bo'lgandek sherik bo'lib olishini yomon ko'radi. Shunga u kishi u qizni boshqa birisi bilan to'y qilishdan to'sidi. U kishi to'g'risida yuqoridagi oyat tushdi. Ibn Abu Hatim Aysha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyatdan keyin, ya'ni bu suraning 5-dagi agar yetim qizlar o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda birer yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan, qizga beriladigan mehrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar degan oyatdan keyin kishilar yetim qizlar to'g'risida payg'ambar alayhisalomdan fatvo so'rashdi. Buningga qarata Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Aysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Bu oyatdagi Alloh taolo Qur'onda sizlarga tilovat qilingan deb keltirilgan narsadan suraning 5-dagi Alloh taolaning agar yetim qizlar o'ylanib adil muomalada bo'lolmasliklaringlardan, ya'ni tarbiyanglarda birer yetim qiz bo'lib, uningga shu qizga barobar turadigan, qizga beriladigan mehrni berolmasliklaringlardan qo'rqsanglar degan oyati maqsad qilingandir. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklaringlarga fatvo berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Aysha radhiyallohu anha mundaq deydi. Sizlarning biringlar o'zining tarbiyasi ostidagi yetim qizning mol mulki oz va chiroyi sat bo'lsa, uni elishdan voz kechadiganligi uchun yetim qizlarning mol mulki va chiroyliklariga qiziqib ularni olmoqchi bo'lgan kishilar ularga to'liq to'yliq bermagicha ularni elishdan to'sildi. Bu so'z Sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgandir. Buning xulosa mazmuni mundaq. Bir kishining tarbiyasida yetim qiz bo'lsa, ya'ni otasi o'lib qolgan qizni birisi o'z tarbiyasiga olsa, u kishiga u qizni elish halol bo'ldi. Ba'zida u kishi u qizni elishga qiziqdi. Alloh taolo u kishini u qizga o'xshab ketadigan qizlarga beriladigan to'yliqni berishga buyurdi. Agar u unda qilmasa, ya'ni u qizga boshqalarga beriladigan to'yliqning barobarida to'yliq bermasa, uningdan boshqa qizni olsin. Haqiqatan Alloh taolo uning rizqini kengri qilib berdi. Bu suraning 5-dagi 1-oyatning ma'nosidir. Ba'zida u kishi yetim qiz sat bo'lganligi uchun uni elishga qiziqmaydi. Undaqda u kishining o'zi bilan yetim qizning oralig'idagi mol mulkka boshqa birisining sherik bo'lishidan qo'rqib, yetim qizni boshqalar bilan to'y qilishdan cheklashdi. Alloh taolo osh qizga ega bo'lg'uchini to'sdi. Yetim qizga boshqalar bilan to'y qilishdan cheklashdan Alloh taolo osh qizga ega bo'lg'uchini to'sdi. Bu vaqtda Ibn Abu Talha, Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Alloh taolaning shundaq yetimlar to'g'risida fatvo berdiki, ularning tayin qilingan mirosini bermaysizlar degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Islom kelishdan ilgariki zamonda o'z tarbiyasi ostida yetim qiz bor kishi
kiyimini uning ustiga tashlab qo'yadi. Shuning bilan bir kishi mangu u qiz bilan to'y qilishga qodir bo'la olmaydi. Agar yetim qiz chiroyli bo'lsa, kiyimini tashlab qo'ygan kishi uningga qiziqsa, uning bilan to'y qilib, qizning mol mulkini yeb oladi. Agar u qiz sat bo'lsa, yetim qizning toki o'lgichilik boshqalar bilan to'y qilishini cheklaydi. U o'lgan hamon uning mol mulkiga mirosxo'rlik qiladi. Alloh taolo buni harom qilib to'sdi. Bo'zaq qilingan bolalarning haqqini berishinglar. Ular islom kelishdan burunqi zamonlarda kichik bolalarga, qiz bolalarga miros bermaydi. Shunga Alloh taolo mundaq qilishdan to'sib va har biriga tegishlik mirosni bayon qilib mundaq deydi. Bir erga ikki ayolning hassisi tegidi. Ya'ni mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin, Said ibn Jubayr va uningdan boshqalarmi bu oyatning ma'nosi haqida mushundaq dedi. Ve yetimlerge haqqani bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Said ibn Jubayr mundaq deydi. U yetim qiz chiroyli va mol mulk ko'p bo'lsa, sizlar uni amringlarga elib va izzetligandek chiroyli bo'lmasimi va mol mulk bo'lmasimi, uni amringlarga elib izzetlanglar, azizlanglar. Ayollarga va yetimlarga qandaqlı yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turdi. Ya'ni shuningga asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Bu yaxshi ishlarni qilishga va buyruqqa bo'ysunishga rag'batlantirishdir. Chunki Alloh taolo ularning hammasini bilguchidir va uningga to'liq mukofot berguchidir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Nisa suresi tefsirinden 127. ayetkiçe anıldanlar. Ahirine keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.